Aka, men sizga 1.8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu kottejni topib qo'ydim. Qarang binoning ko'rinishini. Qushog'ichdan qurilgan, hamma sifatli mahsulotlar ishlatilgan zeleniy zonasiga e'tibor bering. Kichkina bo'lsa ham juda chiroyli, ko'rkam holatga olib kelib qo'yishgan. Bu tarafida bitta mashina qo'yishga joy bor. Siz bilan ko'chasini ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsiz, oldida zo'r joylashgan. Hamma kommunikatsiyalar bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. Shundoq perezdan o'tganingizdan keyin 500 metr atrofida kirib kelasiz, gulchilikni boshlanishi bo'ladi. Bismillah. Endi bu yerdan ko'radigan bo'lsak, oshxonamizni tegi yerto'la bo'ladi. Hamma isitish moslamalari o'sha yoqqa o'rnatilgan bo'ladi. 4 ta xonadan iborat bo'ladi. Siz bilan xonadonni ko'rishda davom etamiz. Bismillah. Ko'ryapsiz, koridor bo'ylab kirib kelinadi. 10 tarafimizdagi birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, oshxona joylashgan, romlari hovliga qaragan bo'ladi. $2000 bilan juda ko'rkam xonadonga aylantirsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafini ko'radigan bo'lsak, bu yoq tarafida keng razmerda zal, romlari hovliga qaragan. Shu lustra mayda chuyda ishlari qolgan. Chap tarafimizni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda keng razmerda sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'ryapsiz, bu yoqda keng razmerda ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Undan tashqari bu yoqda ham bitta yotoqxona sifatida ishlatsangiz bo'ladigan xona bor. Umumiy hisobda 1.8 sotixli yer maydoniga ega 4 ta xona, bitta sanuzilga ega bo'lyapti. Narxiga $66,000 so'rashyapti. Yana tepasiga kelib savdolatsangiz kelishadigan joylari bor. Bu videoni Nazarbek gulchilikdan 2 xonali do'mlik puliga joy qarayotganlar bo'lsa, shularga jo'natib qo'yasiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.